2026 yilgi Chevrolet Chevelles avtomobil olamida klassik Amerika musobaqa avtomobillarining yangi avlodi sifatida taqdim etildi. Ushbu model o'zining sport xarakteri, yuqori quvvatli dvigatel va ilg'or texnologiyalari bilan ajralib turadi. Chevrolet Chevelles 2026 tashqi ko'rinishi bilan o'zining agressiv va sport uslubidagi chiziqlari bilan diqqatni tortadi. Old panel, keskin radiator panjarasi, zamonaviy LED farlar va aerodinamik ko'rinish bilan jihozlangan bo'lib, avtomobilning sport xarakterini kuchaytiradi. Yon profilda qalin va katta g'ildiraklar sport dinamizmini oshiradi. Arka qism esa LED stop lampalar va sport difuzor bilan yakuniy sport estetikasini taqdim etadi. Ichki salon dizayni eng zamonaviy talablar asosida ishlab chiqilgan. Katta raqamli displey haydovchiga kerakli barcha ma'lumotlarni beradi. Katta sensorli multimedia ekran Apple CarPlay va Android Auto bilan integratsiyalashgan bo'lib, audio va video tizimlarni boshqarish va navigatsiya imkoniyatini beradi. Sport o'rindiqlar va ergonomik kabina uzoq safarlarda ham maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Ichki salonda yuqori sifatli materiallar ishlatilgan bo'lib, kabinaga hashamatli va zamonaviy ko'rinish beradi. Chevrolet Chevelles 2026 kuchli V8 dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, yuqori tezlik va tezkorlashni ta'minlaydi. Turbo texnologiyasi bilan jihozlangan motor samarali yoqilg'i sarfi bilan kuchli ishlashni uyg'unlashtiradi. Avtomatik va qo'lda uzatmalar qutilari tezkorlik va silliq uzatmalarni beradi. Shuningdek, ixtiyoriy to'liq g'ildirakdan tortish tizimi ham mavjud bo'lib, turli yo'l sharoitlarida ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Haydash xususiyatlari ham mukammal darajada optimallashtirilgan. Tamaro sport suspenziya tizimi va yaxshilangan stabilizatsiya tizimi bilan yuqori tezlikda ham barqarorlikni ta'minlaydi. Burilishlar va keskin manevralar paytida avtomobil ishonchli va tezkor javob beradi. Direksion tizimi aniqligi va sezgirligi haydovchiga haqiqiy sport tajribasini beradi. Shuningdek, sport rejimlari